Assalamu alaikum ekran oldidagi aziz qarindoshlar, men Rayhon Tajalli bo'laman. Bugungi programmamizning riyosetchiligini yana davom ishimiz qilamiz. Bugungi programmamizga hurmatli adillarımizdan Amangul adam bilan Zubayra adamni taklif qildik. Qiynamsam o'sha adillarimizni qisqacha tunib o'tsak. Assalomu alaykum Amangul adam. Alaykum assalom qizim. Rahmat. Amangul adam, o'zingizdan ham shu ekran oldidagi ko'rmanlarimizga qisqacha bir tunib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat bo'ldi. Men ismim Amangul Aziz. Men Sharq Turkistonning Urumchi shahridan kelgan. Men Sharq Turkistonning Pedagogik universitetining adabiyot fakultetini bitirib, Urumchi kasbida muxbirlik 14 yil muxbirlik qilgan. 2014-yilga kelganda oila birligi bilan Germaniyaga kelib o'tirishib qoldim. 2007-yildan boshlab 2007-yilda Amerikada o'tkazgan tunji qatimliq Uyg'ur ayollarning demokratiya va kishilik huquq bo'yicha tarbiyalash kursida qatnashgandan beri Uyg'ur davosi ichida bir kishilik kasalni qo'shib keldim. Mayli vazifa o'tay, vazifa o'tmay, bu qatim buni ikkinchi qaror Dunyo Uyg'ur qurultayidagi ayollar komissiyasining mudirlik va bironqi raislik vazifasini o'tab keldim. Hozir men Germaniyaningki kishilik huquq tashkilotininki musofirlik xizmatlik mas'ul bo'lib ishlayman. Rahmat ada. Amsa Zubayra ada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ada, sizmi o'zingiz ko'rmanlarimizga bir tanıtib o'tganmisiz? Uzun rahmat. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar va vatandoshlar. Hammalarga salom. Sizlarga salomlar bo'lsin. Mening ismim Zubayra Shamsiddin. Men yani Sharq Turkistondan. O'zim Sharq Turkistondan 1992-yilda birinchi qatam ayrildim, ya'ni o'zimni o'qish sababidan. Undan keyin 1993-yilda to'y qilib, men rasmiy Sharq Turkistondan biroq Avstraliyaga yerlashdim. Avstraliyaga yerlashib, shu yerda yashab keldim uzun yil. Undan burun men o'zim ma'rif tarbiyalashim bo'lsa Sharq Turkistonda ham Xitoyda shundaqla O'rta Osiyo, ya'ni Qozog'iston bo'ldi. Men Sharq Turkistonda Sharq Turkistonninki sanoat institutida o'qigan dastlabda, undan keyin Xitoyda, ya'ni Shanxaydagi Sharq Jungo pedagogik universitetida o'qidim. Undan keyin vatanda, ya'ni Sharq Turkistonda Urumchida Talla akademiyasi birmasida ishladim. Undan keyin men Qozog'istonga chiqib, Qozog'istonda rus tili va shunday diplomatiya tarafdan ancha bilim oldim. Ondan keyin men shu chet elda, ya'ni shu muhojiratga hayotimda bo'lib Avstraliyada yashagan vaqtimda shu yerda bizning o'zimizning shu vatandagi Sharq Turkistondagi ishlarim, shu Uyg'ur masalasi haqida ishlarga aktiv qatnashib keldim burun-burundan. Endi bu bizning Uyg'urlar masalasiga, Sharq Turkiston ahvoliga mening ko'ngil bo'lishim bu bugunlik yoki tunuglik ish emas. Bu butun vatandagi barliq Uyg'urlarning, Sharq Turkistonliklarningki o'zining majburiyati bo'lgan bir masala. Bu Xitoylar bizning vatanimiz Sharq Turkistonni egallab olgandan beri har bir Uyg'urning dilida bor bo'lgan bir tilak, ham shundaqla bir mujodala. Shunda bo'lganligi uchun men uzun yillik hayotimda mana shu o'zimizning vatanimiz, shu Uyg'urlarda masalasida qanday qilsak o'zimizning bir kishilik hissini qo'shimiz degan ma'noda xilma-xil yo'llar bilan o'z da'voyimizga xizmat qilib keldim. Bunun birisi bo'lsa biz o'zimizniki ona tili, o'zimizning milliy kimligimiz, dinimiz, ham shundaqla o'zimizniki shu chet ellarda assimilyatsiya bo'lmay o'zimizning uyg'urligimizni saqlab qolish uchun birdan-bir hasb qo'shadigan, o'zimizning tilni qo'g'dash uchun shu ona tili taraqqi qiladigan maktablarni qurish, ham shundaqla shu maktab ishlarini davomlashtirish xizmatidan bo'ldim. Uningdan so'ng albatta shu o'zimizniki Uyg'urlarniki hozirgi ahvolini shu Xitoy bosqinchiligi ostida izlayotgan shu holim dunyo tunish uchun qo'limizdan kelganini qildik. Albatta butun vatandoshlar, barliq vatansuya Uyg'ur xalqi bilan birlikda. Mana shu xizmatlar jarayonida men 2009-yilda rahbarimiz Rabiya xonimning taklifi bilan Amerikaga keldim. Shu 2009-yildan beri Amerikaga kelgandan beri Dunyo Uyg'ur qurultiyi ham shundaqla Amerikadagi shu Uyg'urlar masalasini dunyoga tanitishda muhim rol o'ynayotgan Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlari biri Rabiya xonim yetakchiligida qurilgan xalqaro kishilik huquq demokratiya fondi jamiyati. Undan keyin yana 2013-yildan boshlab ishlagan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, mana bu ikki tashkilotningki xizmatlarida bo'ldim.
hozirgi xizmatim bo'lsa mana shu ya'ni keyingi deganlarni Uyg'ur kishilik huquq qurilishi shu organniki asosligi shu Uyg'urlarniki kishilik huquq masalalari ya'ni vatan Uyg'urlarning ahvoli nima ish bo'lyapti degan shu masalalarda o'zimiz dokladlarni e'lon qilib yana dokladlarni yozib yana bu dokladlar degan vaqtda hozir butun Uyg'ur xalqimiz shu vatandagi Uyg'urlarning ahvoli bu ahvollarni da'vat qilganlarning hammasini amaliyotda biz amaliy faktlar bilan dokumentlashtirib shunday qilib dunyo jamoatchiligiga hukumatlarga kishilik huquq organlari bo'lsin va yoki birlashgan davlatlar tashkiloti bo'lsin har xil davlatlarningki davlat organlari bo'lsin dunyoda kishilik huquqlarni shu izlayotgan millatlarni ahvolini qaraydigan shularga biz rasmiy faktlar bilan to'plangan materiallarni sunish mana shunday xizmatlarni qilib keldik ya'ni shu organning vasitasi bilan undan sirtma hozir shu dunyo Uyg'ur qurultayidagi kishilik huquq komitetining mas'ullaridan biri bo'lib ishlayapman. Bugun sizlarning bizga bu fursatni berib, o'zimizning ahvolini dunyoga Uyg'urlar tanishtirib, nima ishlarni qilayotganligimiz haqida bu fursatni berganingiz uchun sizlarga rahmat aytaman. Rahmat. Rahmat dada, sizga Allah sizdan ko'p razı olsun. Rahmat, Allah razı olsun. Assalomu alaykum aziz ko'rurmanlar, qarindoshlar. Dunyoning har qaysi joylaridan muhojir musofir bo'lib, Xitoyninki ziyonkashligiga uchqab, psixologik, moddiy, ma'naviy har tarafdan qiyinchilikqa uchqab, bugungi kunda umumyuzlik Xitoyga qarshi bir ruhga, Xitoyga qarshi bir mujodalaga, bir harakatga kelgan aziz qarindoshlar, hammanglarga Allohning salomi bo'lsin. Bugun biz deyishganimizdek hurmatli ikki hamshirimizni bu ekronga keldik va qizim bilan birga bugun bu programmani riyosatchilik qilish bilan davom qilamiz. Ya'ni ayollar dunyoninki yerimi bugungi kunda bo'libmi ayollar masalasi nihoyatda muhim bir masala. Biz ayollarni to'g'ri taniyolmaganligimiz, ayollar xizmatini to'g'ri tutolmaganligimiz, ayollar xizmatiniki aktiv bo'lmasligi, ya'ni erlarninki bunga muhim qaramasligi tufaylidan bizning xizmatlarimiz ko'p oqsab keldi. Erkaklarimizning orqasida bir cesur bir ayolning bo'lmasligi bilan nurg'un erkaklarimiz texim maydonga chiqolmaydigan bir holat uzundan shakllangan edi. Albatta erkaklarimizning maydonda bo'lishiga ayollar keyni sap turib nihoyat jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Uning uchun bundan keyingi ayollar xizmatini yuqori ko'tarish bo'libmi farzand tarbiyalashda va farzandlarimizni yetishtirishda to'g'ri bir qadam tashlash uchun men bugun qizimni billa o'tgan qatim birinchi programmani olib borgan bu ikkinchi qatimlik programmaga qizimni billa olib chiqdim. Chunki og'zimizdagi quruq gap bo'lib qolmasin, amaliyatimizda bizning qizlarimiz, o'g'illarimiz, farzandlarimizmi bu sapga qaytilsin, biz bilan billa barobar bu bayroqni ko'tarsin degan maqsadda bu ekronda bo'lyapmiz aziz qarindoshlar. Hammanglarga ma'lum, balki ba'zi az bir qism qarindoshlar bilmasligi mumkin, bu ekrondagi ikki xonim efendi bizningki Uyg'ur millatining ichida xili uzundan beri Xitoylar bizga bek ko'p besim qilmasdan burun, Xitoylar bek ko'p zulm qilmasdan burun, hamma odam xotirjam vatan kelib chiqa oladigan va yoki Xitoylarning umumyuzlik ziyonkashligiga uchqamasdan burun xizmatga chiqqan kishilardan ikki kishi bugungi kunda Xitoyning zulmi bizni hammalarni teng barobar maydonga chiqishga majbur qildi yoki bunga o'rgatyotdi. Inshaalloh bu ikki hamshirimizni qisqacha tanib oldik. Alloh xolisa programma davomida ham davomli tanib o'tamiz. Men so'zni Amangul xonimdan boshlasam, ya'ni bugungi Dunyo Uyg'ur qurultayininki ayollar komitetininki mudirlik vazifasini o'tayotdi. Shunun bilan birga Germaniya inson haqlari musofirlar xizmatininki mas'uli bu xizmatni birga o'tayotdi. Bu ikki xizmat amaliyotda cho'ng xizmatlar, bo'libmi inson haqlari xizmati bugungi dunyoda bizdek ezilgan millatlarninki ovozini dunyoga to'ntadigan, dardini anglaydigan va o'rinlashtiradigan va kelajagini ko'rsatib beradigan nihoyat muhim bir xizmat. Bizningki bu musofirlar, ya'ni yoki ko'chmanlar deyli. Bizdinmi Yevropada minglarcha ko'chman bor, musofirlar bor. Albatta bu xonimdan bugun nihoyat nurg'un narsalarni o'rganib olamiz deb o'ylayman. So'zni men hemen Amangul xonimga bersam,
ayollar komitetining mudirlik masalasidan boshlasak, ya'ni ayollar xizmati qanday bir xizmat, bugun qurultayning ayollar xizmati qanday bir xizmat, bu qachondan beri boshladingiz, buning qanchalik mushkulotga duch keldingiz va qanday bir muvaffaqiyatga erishdingiz, mushu yerdan boshlab suhbatga kirib kelsak deyman. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men deyman endi Ya'ni qurultayning ayollar xizmatidan boshlab bersangiz bo'ldi. Bo'ldi. Barliq Sharq Turkiston aziz vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi bo'lsin. Men bu qatim ayollar mudirlik qurultayning ayollar mudirlik vazifasini olganim bu 2-chi qatim bo'ldi. Men 1-chi qatim buni biroz orqaga yondirib so'zlashga to'g'ri keldi. Men 2004-yil oila birligi bilan vatandan Germaniyaga o'taqlashgandan keyin shu vaqtlarda Germaniyada Uyg'urlarning vaziyati biroz og'ir ekan. Nurg'un odamlar qabul qilmay, ularni qaytarish masalasiga duch kelgan vaqtlar ekan. Nurg'un oila Yevropadagi boshqa davlatlarga ko'chib ketish bo'lib turgan vaqtlarga shu vaqtlarda Abdujadil Qarqash apandimninki Sharq Turkiston informatsion markazi bor ekan. Shu vaqtlarda shu informatsion markazida bir maqolasi e'lon qilgan bir Uyg'urga bir qabul keldi degan bir siyosat bor ekan. Shu chog'dan tortib menga eng kelgan vaqtimda men nurg'un Uyg'urlarningki mushu musofirlarga turayotganligini, ularning normal insonlarga o'xshash, normal uyda turmaydiganligini ko'rgandan keyin normalda men normal uyga keldim. Kelgandan keyin uni qabul qilmadim. Nima uchun bizning Uyg'ur millatimiz xalqim bunaqa lagerlar turdi deb uni keyin surishtirib tushuntirgandan keyin ularniki bizda qabul bo'lmay ig'ir bir vaziyat ekanligini bilgandan keyin men Abdujadil Qarqash apandimga yordamlashib o'sha to'g'riliq bir maqolalarni e'lon qildik. Ularniki qabul bo'lsa yordamda bo'ldim. 2007-yili Amerikada o'tkazilgan tunji qatimliq Uyg'ur ayollarni demokratiya va kishilik huquq tarbiyalash kursiga borgandan keyin men tunji qatim shu yerda shunchalik hayajon ilkida Amerikada hurmatli liderimiz Rabiya xonimning yetakchiligida Aqsaroyning ichida bizga echirish murosimi o'tkazilgan vaqtda butun Uyg'ur ayollari bir zalga yig'ilib o'tirib o'zimizni yig'inni ochgan vaqtimizda men shunchalik bir hayajon ilkida shunchalik g'ururlangandim. Chunki biz Sharq Turkiston vatanimizda diktator Xitoyning hokimiyati ostida demokratiyaning nima ekanligini bilmaydi. Ayollarda qanday bir demokratiya borligini, bizning qanchalik huquqimizning borligini bilmaydi. Bu yerda biz shu yerdagi nurg'un siyosatchi, demokratchi siyosiyonlarninki yetakchiligida shu 2 kunlik kursni tugatgandan keyin nurg'un bilimga ega bo'ldik. Biz har qaysi davlatdan kelgan ayollar bir-birimizni tanımasakmı, shu kun shunchalik hayajon etib bir-birimizni quchoqlashib, bir-birimizni muboraklashib, xuddi vatanimiz mustaqil bo'lib qolgandek bir zalnashida o'tirib, nima deyman deb bir butunlay Uyg'ur ayollari o'tirib shunchalik bizning vatanimizni saqlayotgan masala shu ayollarninki shu hamillarning oldirilishi, qiynalishi, bo'pmi yezlardagi ayollarninki mecburi yo'sinda shu bolalarni oldirib o'tishi, ayollarning huquqini qilchiligi, huquqini ega emas ekanligi to'g'riliq nurg'un talashlar masalalarni biz g'arb dunyosiga anglatib, shunda erkin ozod anglatib tashlab tantirdim. Dastlabda uni ko'rgandan keyin tantiraysiz ekan, tövbe bizga bo'lsa erkin bir o'zingizning dardini anglatoladigan bir so'rin bo'ldi ekan deb biz shuncha hayajon ilkida vatanimizni saqlayotgan bilgan barliq uchurlarni g'arb dunyosidagi mas'ullarga yetkazdik. Yetkazgandan keyin shu hurmatli Rabiya xonimning yetakchiligida Dunyo Uyg'ur qurultayining ichida bir ayollar komiteti qurilib, uningga mas'ul xodimlar bekitilib chiqib, shu zamonda mas'ullikni har birimizga bekitib berdi. O zaman birinchi qatimda men mas'ullikni olamadim, chunki men birinchi qatim keldim. 2009-yilda biz Germaniyada 2009-yilda Germaniyada o'tkazilgan vaqtimda men ayollar komitetining vazifasini ustimga oldim. To'g'ri, ayollar xizmatini ishlash biroz murakkab, chunki ayollarning ishidagi masala biroz murakkab bo'ldi. Ayollar xizmatini ayollar oilaga mas'ul,
balalarni tarbiyalashga mas'ul. Bo'libmi onalarninki oiladagi mas'uliyati ig'ir bo'ldi. Jamiyatdagi mas'uliyati ig'ir bo'ldi. Shunlashqa endi biz shu jarayonda nurg'un ziyoli ayollarimiz bilan maslahatlashish jarayonida millatimizni, kimligimizni saqlab qolish uchun oldindan ayollarimizni tarbiyalash, ayollarimizni tarbiyalashning eng muhim ekanligini his qildik. Chunki farzandni tarbiyalash oldidan ayollarninki vazifasi oilada. Chunki farzand ana farzandning aynigi. Uning uchun oldidan shu burundan tortib biz ayollarni tarbiyalash shart qarab kelgan. Uning uchun biz hozir Xitoyda majburiy assimilyatsiya kuchayotgandan keyin chet elda bo'lsinmi, yo'q chet elda biz qanday qilib kimligimizni saqlab qolish uchun nimalarni qilishimiz kerak degan. Allah razı olsun. Men bu ayollar xizmat masalasi sizdan yan tafsili konkret savollarni so'rayman. Masalan, Zubayra xonimga so'zni berishdan burun bir masalani so'rasam, ya'ni bugungi hozir qurultayning ishida xizmat qilayotgan ayollarninki soni yoki bu to'g'risida qisqacha ma'lumot beramsiz? Faqat qurultayning ichidagi. Hozir qurultayning ya'ni. Qurultayning ichida vazifalayotgan ayollardan Zubayra, men va o'tirasalik Qirg'izistonlik bir xonim bor, 3 ayol bor. Yani bunun a'zolar xili ko'pmi? Yani hozir sizlar 3 rahbar bor, qurultayning ichida ayollar xizmatiga mas'ul. Boshqa a'zolar masalan dunyoning har qaysi joylarida bunga aktiv xizmat qilayotganlar bormi yoki shu sizlarga xizmatni tashlab qo'yib bu shaklda menyaptamdi? Hozir ayollar xizmati. Yo'q. Masalan men shaxsan Germaniyani misol qilsam, Germaniyadagi nurg'un Germaniyada aktiv jonliq va jangovar ayollarimiz bor. Ular meni qo'llab-quvvatlab keldi. Har zaman men har qanday vaqtda biz sizning orqangizda turamiz. Her zaman her qanday ishda tayyor turamiz deb, masalan, bu bir ovoz bir qadam masalasida bizning Germaniyadagi shu ayol qayrlashimiz shunchalik jangovarlikni ko'rsatdi. Masalan, Germaniyada men shunchalik faxrlanman. Ayollarimiz, do'stlarimiz shunchalik aktiv, vatan millat uchun her zaman tayyor turdi. Allah razı olsun. Dünyada hozir aktiv ayollarimiz shunchalik, men shunchalik suyundim. Hozir masalan biz birinchi qarorga ketayotgan ayollarimiz bo'lsa, ikkinchi qarorda hozir nurg'un yoshlarimiz, bilimli, iqtidorli va shunchalik jangovar qizlarimiz, singillarimiz yetishib chiqibdi. Bu qatimqi 15-mart bir ovoz bir qadam namoyishdan keyin men shunchalik suyundim. Ham kelgusi o'zimizning da'vo yo'lidagi ayollar xizmati va ayollarning rolining davom qiladiganligiga va davomli kuchaydiganligiga men shunchalik ishonchim cho'ng. Allah razı olsun. Rahmat. So'zni yana men sizdan ilgirlagan asosda birozdan keyin savollarni so'raymiz. So'zni men Zubayra xonimga bersam, biz necha vaqtdan beri inson haqlari va kishilik huquq degan so'zlarni ko'p anglab kelyapmiz. Kitoblarni o'qib kelyapmiz. Bizning vatanimiz Sharq Turkistonda unda kishilik huquq, inson haqlari deyilgan narsa mavjud emas. Kitoblarimizdan chiqmaydi ba'zida. Faqat Xitoyninki sabsatlari bilan to'shib ketgan bir maktabda o'qib cho'ngildik, ammo chet elga chiqqandan keyin inson haqlari, kishilik huquq tashkilotlari degandek bu tashkilotlarning ismini angladik, bu kelimalarni angladik. Ko'pinchalarimiz bugungi kunda buningdan xabardor. Kishilik huquq desa, kishilik huquq degan nima deb so'rasa, bir insonning huquqi deb eng oddiy javoblarni beralaydi, ammo biz buni mohiyatdan so'raydigan bo'lsak, texnik ko'plarimiz bilmaymiz bu kishilik huquq degan gap so'zni va inson huquqi degan narsani, ya'ni bir insonda qanchalik huquq bo'ladi? Parvardigor Alloh unga ato qilgan. Bizda hammamiz bu huquqimizni uqib ketmaymiz. Uqib ketmagandan keyin Xitoyningki qulluq, assimilyatsiya ishg'oliyat ostidagi zamonda bizda bir inson degan mushunda yashaydigan o'xshaydi. Mushunda o'ylaydigan o'xshaydi. Mushunda turmush qurib, bola yiqib, ishga chiqib, maosh olib yoki yo'lda minib, o'ltirib qopib, mushunda yashaydigan o'xshaydi. Bizning huquqimiz mush o'xshaydi deb o'ylab qolamiz. Amaliyotda inson Alloh ato qilgan nihoyat cho'ng bir huquqlar bor.
Buni men shu Zubayra xonimning o'zining og'zidan anglasam, bu kishilik huquq degan nima va dunyodagi kishilik huquq tashkilotlari va kishilik huquq xizmati qanday menyapti mush masalada biroz to'xtalib bergan bo'lsin. Marhamat. Rahmat efendim. Bu kişilik hukuk meselesi deganda siz bir qo'l bayon qilib o'tdingiz. Bu kişilik hukuk, ya'ni insoniy huquq bu ikkisi birga. Bunday aytganda insonning huquqi yoki kişilik huquqi bu ikkisi odatda bir ma'ni bo'lmaydi. Bu biz insonlar Allah yaratganda o'zimizga bizga baxsh qilgan, ya'ni bizga insonlarga ato qilgan bir huquqlardir bu tug'ma. Bu insonlar bahramand bo'lishga tegishli inson bo'lib yaralgan ekan. Ular insondek yashash uchun ularning shu insonlik shart-sharoiti yoki insonlik g'ururi bilan yashash uchun hurmatlanadigan, dafsanlik qilinmaydigan, ularga boqvanda va yoki ular cho'qim bunga bahramand bo'lishga haqli bo'lgan huquqlarning hammasi shu inson huquqidir. Endi buni odatga yapılaq bilan, odatga tushunchalik bir holda aytsangiz, masalan, insonlarning yashash haqqi va yashash haqqini ularning inson huquqi. Pokiz havodan nafas olishmi ularning bir insoniy huquqi. Xudoyim yaratgan shu 5 a'zosi masalan ko'zi bilan bir narsani nima holisi ko'rib uniga qarab yashashmi ularning insoniy haqqi. Masalan, ularga Xudoyim ilm berish uchun mana bergan shu ilm ilib kitoblarni xohlagan kitoblarni o'qib ilm olishmi insonlarning huquqi. İnsanlarning masalan o'zi shu Xudoyim bergan shu butun ne'matlar bilan o'ziningki erkin dunyoda erkin yashab, erkin nafas olib, erkin o'zi xohlagan ishlarni qilib, o'zi e'tiqod qilgan, o'zi ishongan narsaga ishonib, o'zi bilgan yerda turib, o'zi yashagan muhitda yashab, o'ziga Xudoyim beg'ishlagan o'zining yurtida, o'zining mahallasida, hatto o'zining nada turadigan bo'lsa shu yerda erkin azali bir insondek yashashni o'zining hammasi inson huquqlari bo'ldi. Endi bu masalani texnik tafsillarga bu biz Uyg'urlar masalasiga ko'chirib akilib so'zlagan vaqtimizda xuddi siz deb o'tayotgandek boya Amangul o'ziniki ahvolini, ya'ni o'ziniki hissiyotini tasvirlab o'tgandek, xuddi Amerikaga kelib 2007-yilda qatam shu butun Uyg'ur ayollari birlashib va bunda demokratik masaladan tarbiya ilib, bu tarbiyaning jarayonida biz ayollar demak bizda mushunda bir huquqlarimiz, mushunda bir imtiyozimiz bor ekanmi, biz vatanda yashab mushu yoshga kelib biz bunday narsalardan hech bahramand bo'lmab ekanmiz. Biz insondek muqaddir yashaydigan bunday imtiyozimiz bo'lgan ekan, ammo bunday imtiyozlarni biz umrimizda, tushimizda, hech hayotimizda ko'rmadik degan bir tuyg'u kelgandek, amaliyotda bizga Alloh bergan shunday huquqlar turmi bor. Ham biz inson bo'lib yaralgan ekanmiz. Shu insonlik aqidamiz yoki shu odamlik shu dinimiz bilan biz qanday yashaymiz degan vaqtida shu yaxshi bir yashaydigan shunday muhitga erishishning o'zi bu bularning hammasi bizning insoniy huquqimiz. Endi siz yana bir narsani deb o'tib ketdingiz, masalan bizning Xitoyda biz Uyg'urlarning insonlarning hech bir huquqimiz yo'q. Siz to'g'ri deysiz. Endi aytgan vaqtda bunda insonlik huquq, ya'ni Alloh bizga bergan huquq, keyin insonlar qurgan davlatlar, insonlar qurgan shu sistemlarni bu qonunlar bo'lib kirgan. Masalan, nurg'un davlatlarniki o'zining davlat qonunlarida insonlarning insoniy huquqini qo'llash kerak degan nizomlar bor. Mayli Amerika bo'lsin, Angliya bunday davlatlarning birinchisi shunday rasmiy o'zining davlat constitution, ya'ni davlatning bir nizom kirgizgan. Undan sir keyin shunday dunyodagi davlatlar birlashib qurgan birlashgan davlat bundan o'sha qonun nizomlarda insonlarning insoniy huquqini hurmat qilish, insoniy huquqini dafsanlik qilmaslik, insonlarning insondek yashashga ularga ruxsat qilish, ularga hurmat qilish degan shunday qonun nizomlar bor. Endi bunda qonuniy nizom Xitoydami bormi desangiz, Xitoy davlatining nizomlarida bor. Ammo bu Xitoy hukumati hech qachon o'zining nizomida yoki o'zining qonunida yozilgan qonuniy ahdlarni hech qachon amaliyotda ijro qilgan emas. Dunyoda hech o'zining va'dasini ijro qilmaydigan balki shu Xitoyli bo'lsa kerak deb qarayman, chunki bu narsani biz Uyg'urlar bevosita bu ahvollarni beshimizdan o'tkazdik, ham buning tajribamiz bor. Masalan, bizniki shu Xitoyning atalmish Uyg'ur avtonom rayoni deb bergan qog'ozda yozilib shu avtonom rayon qonunlarining ichidami bizning o'sha insonlik, Uyg'ur insonlik huquqimizga hurmat qilish degan narsalarni shunday mazmunlarni o'ziga ichiga olgan narsalar bor. Amaliyot bularning hammasi qog'ozning ustida yozilgan bir quruq narsadan boshqa hech nima emas. Xitoy qog'ozda uni yozib qo'yib,
Taki 49 yılda müşü günü kadar bizim Uygurlar nispeten yazganlarının hepsinden del təsirli qıldı. Del bizne şu taraflardan bastırıp geldi. Mesela insanın öz kimliginde yaşaş gerek. Mesela bizim Uygur olmağımız özümüzge günah oldu. Bu taraftan biz bastırıldık. Yani bir taraf biz insan buluşumuz biz qaysi tilde söylesek bu özümüzden erkinliğimiz. Demek biz Uygur tilde söylersek hazır cinayetçi aylandık. Şunun için bizden tilimiz Xitayning yo'qotadigan bir obyekt aylandi. Endi bunun bizning dinimiz, eng muhimi bizning Uyg'ur kimligimizni, Uyg'urligimizni, kimligimizni qaytib Xitoyning assimilyatsiyasini qo'llab qolgan bizning diniy e'tiqodimiz islom dini. Ya'ni islom diniga ishonishmi Xitoyga nisbatan bir jinoyatchiga aylandi. Demak, bu bizning insoniy huquqlarimizning eng tub huquqlarning birisi. Buning bir dafsandachilikdir. Onundan zıt biz insan bulup yaşımız mesela bizim özümüzden jüdüda, özümüzden Vatan Şarkı Türkistan'da, özümüzden yeri, özümüzden oydu hatırlayacağım yaşaş, özümüzden ve her nerimizge, özümüzden ilgilikimizge, iktisadımızga, özümüzden maarifıga, özümüzden ki hukukluğu egolik yaşaş bu bizninki hak hukukumuz. Ama bizim bu hak hukukumuz Xitay tarafından depsende kılıgılar, bütün atalmış kanunlarda gerçi bu da yezip alğandan əməliyyatda bütün həmmə nərsini bizdən tatiliqlıq, hətta tatib alğandan azda hazır bizdən bu dəfsənçilik, bu bizim cinimiz qədər taqavatıdır. Demək, biz şəxsən mən özüm kişilik hüquq orqanıqa, yəni Uyğur kişilik hüquq orqanında işləydiğən bir xizmət sütündən bizimki məcburiyyətimiz və ya ki bizim məsuliyyətimiz bizning hozir bizning vatanda bo'layotgan ahvollarning hammasini, ya'ni haqiqiy bo'layotgan ishlarni shu Xitoy hukumatining bizning Uyg'urlarga qarshi o'tkazayotgan jinoyatlarni, shu Uyg'ur xalqini bostirish elib berayotgan shu qarqul siyosatlari har taraflardan Uyg'urlarning beshiqlayotgan kulfatlarini haqiqiy faktlar bilan dokumentlashtirish, ya'ni haqiqiy faktlar bilan reportlarni tayyorlash. Masalan, men sizga ko'rsatay bir qancha bu masalani men sizga yana kirma. Bu mesele men sizga yana kirma. Acayip muhim so'zlarni qilyapsiz. Allah razı olsun deyman. Yani sizin so'zlayotganingiz rasman xalqaroliq seviyadagi bir kishilik huquqninki tushuntirilishi bo'lyapti. Buni men kesmay anlig'im bor, ammo men yana sizga so'zni beraman, chunki qarindoshlarimiz bilan biz har zaman bu qarindoshlik studiyasi, qarindoshlar bilan o'rtaq programma olib boradigan bir xalqchil bir studiya bo'lganligi uchun qarindoshlarimizning savollari bor. İnkas yazıdı, naq meydan telefon qilib fikir, tanqid, takliflarini sunudu, balkim sizlardan savollarni so'raydi. Shuning uchun vaqt munosabati bilan men ba'zi vaqtlar kesib qo'limdagi telefonni qarab turib bu programmani boshqaraman qarindoshlar. Shuning uchun qo'limda telefon bor. Xato tushunib qolmanglar. Arzugul Hamid degan qarindishimiz maşallah bilimlik, mehribon, vatansuvar, qaysar, suyumlik onlarimizga ko'z tegmasin. Alloh cheksiz ajrlarni bersin inshaalloh. Mengu Uyg'ur xalqi töhfikar anlarga muhtoj deb rahmatini bildirib ishkanlarga Allah razı olsun bu qarindoshlarımızdan. Va sizlarga duo qilgan qarindoshlar bor ekan, salom qilgan qarindoshlar bor ekan. Allah razı olsun debdi. Bu suhbat nihoyat yaxshi ketyapti debdi. Akbar Tursun qarindishimiz Uyg'ur davosida xonimlarning roli bek muhim. Sizlardek ulug' onalarningki tini salomat bo'lsin deb duo qilibdi va shundaqla sukutda turayotgan, mukib yurgan qo'rqinchoq erlarimizga Allah yurak bersin debdi. Albatta biz shaxsan Uyg'ur qarindoshlik studiyasi qurilgandan beri men ko'plagan erkaklarga taklif sundim, suhbatga chiqishga tirishdim. Allohning rahmati bilan nisbiy, ya'ni 10 odamning 5i suhbatga kelyotdi, xalqqa ilmini beryotdi, ovozini anglatyotdi, mayli dunyoga, mayli Uyg'ur xalqiga bo'lsin. Ammo 20 degidek asosan mükinish ichidan chiqolmayotdi. Shunga sizlardek bir ayollarning, hemşirelerimizning, adilarimizning meydonga chiqib bu ekranda xalqqa, Xitoyga qarshi bu ko'k bayroqni simvol bo'lgan bu ko'k bayroqni lapildatib uçanglarda so'zlashinglar. Bu men degan erkaklarni besib tushadigan cho'ng jasorat, iymon, bu vijdon bu-chu. Bu ko'k bayroqning ma'nosining ichida iymonmi bor, vijdonmi bor, aqida, baturluq, jasorat var bu yerda. Onun uchun bu bayroqni ko'taradigan odamlarni biz jasoratlik deymiz. İmanlık deymiz, vijdonlik deymiz. Ammo musulmonlik davosini qilib bayroq kelganda men tuttiray deb Kabening orqasiga yo'shirinib olgan, yana birsimiz Qur'onning orqasiga yo'shirinib olgan, yana birsimiz yana bir yerga yo'shirinib olgan,
bu şekilde biz o imanımızı haqiqiy iman deb qarayamaymiz qarindoshlar. Men so'zni sizga qaytib beraman. Qarindoshlarimizning inkaslarini aralab sizlarga o'qib beraman va savollarni sizlarga tashlayman. Yana kishilik huquq masalasida, inson haqlari masalasida Sharq Turkiston xalqida kichikkina masalan bir kishilik huquq deydigan narsa bormi? Ya'ni men hozir o'ylab baxsam sizning gapingizni qaraganda bizda hech qanday bir huquq yo'q ekan. Ya'ni biz hayvondanmi battar bir holatda ekanmiz hisobda. Sizning hozirgi birozdan oldin degan gapingizga qaraganda. Mesela yashash huquqimizmi yo'q ekan. Qanday deganda bizni har qanday bir yerda, har qanday bir ko'chada, har qanday bir o'ltirgan qo'pqa yerimizda bir Xitoy yoki bir kommunist saqchisi tutib ketalaydi ekan. Xohlasa o'limga hukm qila oladi ekan. Xohlasa 10 yil, 15 yillik turmaga ola oladi ekan. Xohlasa atalmış tarbiyalash markazida bir yerlarga borib so'lib o'taydi ekan. Nima qiyg'iz kelsa shuni qildi ekan. Ammo biz bir itimizni ya bir mushukimizni ya bir to'qimizni nima qilganimiz kelsa shuni qilmaymiz. Biz inson shaklida qaraymiz, ammo bular qiladi ekan. Shuni sizdan so'rasam, Sharq Turkistonda kishilik huquqning bir kichikkina bir simosi bormidi sizningcha yani? İnsan haqlari. Yo'q. O inson haqlıq masalasi yo'q. Demak, bizning hozirgi shu xizmatimizning jiddiyati butun xalqimizni shu Uyg'ur xalqining inson huquqlariga ko'ngil bo'linglar deb har qachon her yerda bunday jariy etishimizning va yak mustaq hammasini rag'batlantirishimiz, ko'pini mustaq qilishimizning sababi chunki biz Uyg'urlarda hech qanday inson huquqi yo'q. Hatto bu yo'qligidan ozdab Xitoy hukumati bizning hozirgi Uyg'urlarning vaziyatida shu Xitoy assimilyatsiyasini qabul qilib, Xitoy hukmronlarining yana shu Xitoy kommunistik ideyasini butunlay o'z qo'lida Uyg'urlar ko'rinishda Uyg'ur, amaliyotda butunlay Xitoylashish, ya'ni Xitoydek tafakkur qilish, Xitoy bo'lib ketish shunday narsani shunga ishontirib, shuni qabul qilib, Uyg'urlikni butunlay yo'qotish shunday bir ahvolga qarab, shunday bir xatarga qarab yotadi. Ya'ni Uyg'urlarni butunlay yo'qotish. Bu insoniy huquqni berish emas, insoniy huquqni butunlay elib tajovuz qilib, ularni o'zini bir Uyg'ur insonlari, men Uyg'ur deb yashash qilmoq shunday bir erkinlik yoki imtiyozni butunlay yo'q qilmoqchi. Ham yo'q qilgan narsada buni qonunlashtirib, buni o'zlari xuddi yurigidan chiqarib qabul qilganda tabiiy shunday yuz bergan avtomatik holda o'zining butun har narsadan voz kechgan, shunday voz kechtirish bir davo qarab menyordi. Masalan, siz degandek bu atalmış tarbiyalash markaziga mandaq chiqqan vaqtda mana shu Xitoyning shu ideyasini va yoki shu mantiqasini ishga oshirayotganligining bir misoli. Gerçi ancha-muncha xabardan ko'ryapmiz, butunlay ahvollardan xabardor bo'lyapmiz. Bu atalmış tarbiyalash markazidagi aktivistlarni bu yerda nima ishlarning yuz berayotganini mana aytgan vaqtda Uyg'urlarni butunlay ruhiy tarafdan, jismoniy tarafdan, har qanday tarafdan butunlay urib ularniki o inson haq bilan haq huquqini talab qilish emas, bunday chiqqanda Xitoyga butunlay bo'ysunish, o'zini yo'qotish bunday qilmoqda. Chunki Uyg'ur degan bir narsani yarashlarni yo'qotishda shunday bir narsani, shunday bir mantiqni va yoki shunday bir ideyani, shunday bir o'y fikrni amaliyotda ko'rsatayotgan shunday narsani biz ko'ralaymiz hozir Xitoyning qo'rqqan aktivistlarning ish faoliyatlar. Demak biz Uyg'urlar hech qachon bu baxmagan, bu Xitoy kommunistlari bizning vatanga kelgandan beri Uyg'urlar hech qachon kishilik huquq degan bir tushunchani bu baxmagan, amaliyotda bo'lishmayapti. Hozir bu narsa texnik butunlay Uyg'urlarning har narsasini butun ruhiyatidan elib tashlash oldida. Allah razı olsun. Birazdan aldida siz ko'rsatmoqchi bo'lgan hujjatlarni biz Alloh xolis birazdan keyin ko'rib chiqamiz. Men so'zni Amangul xonimga bersam, ya'ni Germaniyadagi musofirlar kishilik huquq va musofirlar mas'ul xodim, ya'ni mas'uli. Ya'ni bu musofirlar to'g'risida biroz, ya'ni umuman Germaniyadagi musofirlar to'g'risida biroz tushuncha beramsiz? Oldu. Ben 2013 yıldan başlap Germaniyanınki şu Karlsruhe şehirde kişilik hukuk teşkilatının baş ştabı var. Hem müşahit işleyim. Kişilik hukuk insan hakları da atayınız bazıda. Bu yerge dünyanın arkadaş şeylerden gelip ses paran televizyoner var. Bu dünyanın arkadaş şeyleri. Mesela ularınki irqi yoki millati yoki tili yoki hech qanday shaklni ko'rsatmaydi.
Hı hı. Mesela musafirlarınki Germaniyaga o'tiraqlish nisbati oldingi 2 yilda shunchalik yuqori pallaga ko'tarildi. Bu jarayonda Suriya urushidan keyin Suriyadan kelgan musofirlarni eng ko'p qabul qilgan davlat Germaniya bo'ldi. Men yashayotgan Baden-Württemberg viloyati musofirlarni eng ko'p qabul qildi. Chunki eng chong lager deb ataydi, musofirlar lageri. Birinchisi shu men turgan shaharda yashaydi. Şuna bu yerga dunyoning har qay Afrikadan tortib Osiyogacha, Afg'oniston, Pokistonda hamma musofirlar kelib siyosiy panoh tilaydi. Siyosiy panoh tilashniki Uyg'urlar faqatlam siyosiy panohlik deb qaraydi. Siyosiy panohlikning necha xil o'lcham bo'ldi, uning iqtisodiy panohlik bo'ldi, oid pravollik bo'ldi, majburiylik to'y qilish, majburiylik o'ylantirish deydi. Sadəcəddin beyran bo'lgan. Uni aytdim shu Yevropadagi masalan namrat rayonlar qatildi. Ularning hammasi Germaniyada shu siyosiy panoh tilaydi. Biz faqat men shaxsan siyosiy panoh tilaganlarga siyosiy panoh tilash jarayonidagi o'zining haq-huquqlarini tushuntirishga yordam qilmayman. Masalan, bizning xizmatimiz shu. Yani siz şu insanlara onunki hukukunu esiltisiz yani. Esiltme. Mesela kişilik hukuk, insan hakları degen, insan hakları da mesela qandaq milletninki öz yaşayotgan şu şarayitda özünün tili, dini, örfü adeti ve qayda usullari bilan yashash erkinligiga deyilgan. Şolaşqa davlat bu Osiyodan kelgan davlatlarning Osiyo tarafdan kelgan musofirlar biraz nima tatlandı, qo'rqamdi. Chunki diktator davlatdan kelganlar biraz o'zining qanchalik huquq borligini ifodalaolmaydidan. Bu jarayonda shularga Germaniyaning huquqlarini, Germaniyadagi ularning huquqlarini, qoida usullarini, qonun bo'yicha qaysi qonunga bo'ysungan vaqtida qandaq ilcha qilgan vaqtida qaysi nuqtalarga diqqat qilgan vaqtida, masalan, mahkamaga qanday kirgan vaqtida, masalan, qaysi vaqtda advokatga ehtiyoji bor, qaysi vaqtda advokatga ehtiyoji yo'q, masalan, iqtisodiyotdan nimalarga diqqat qilish kerak degan shu bir turkum masalalarda maslahat beramiz. Ham ular qabul kelgandan keyin ularning yerlisi, masalan, shu Germaniyaga yerlishiga o'ltiraqlashishga yordam qilamiz. Nurg'unlar işte qabul bo'ldi. Nurg'unlar biroz qiyinchilik sharoitda qabul bo'ldi. Shu jarayondagi ularning yo'liqqan har turli masalasiga maslahat beramiz. Yordam qilamiz. Rahmat. Yana sizning so'zingizdan men ikki muhim nuqtani tushundim hozir. Masalan, bu iltijo qilish masalasi, ya'ni siyosiy panohlik talab qilish masalasi, undaq keliblam panohlik talab qilish bo'lmasdan shu davlatda bir inson kishilik huquqda besim uchiqsa, masalan, oddiysi dadisi o'g'lini seni men o'ylab o'taman, to'yingni qilib o'taman deb qolsa, u odam Germaniyaga qochib kelib yoki Yevropaga qochib kelib, men dadam o'ylanishga zo'rlayotdi, o'ylanish erkinligim bor edi, men bu yerdan siyosiy panohlik talab qilaman desa, Germaniya yoki Yevropa panohlik berdi ekan, shunami? Sizning gapingiz qarag'oqda. Men buni tunji qitim sizdan anglatyman. Demak, bir inson har qanday bir jo'grafiyada, dunyoning har qanday bir yerda Osiyo bo'lsin yoki Afrika bo'lsin, insoniy huquq shaklimiga chiqqan zaman hemen Yevropadagi bu taraqqiy qilgan davlatlarga yoki shunga a'zo davlatlarga kelib, men mavjud zulm uchqidim, men bundan qutulmoqchi, meni qo'g'dab qilinglar desa, u davlat uni panohga oladi demoqchisiz. To'g'ri. To'g'ri. Ikkinchi bir masala, xo'sh. Gapingizni kesatdim. Bu masala nurg'unsi shu Turkiyadan nurg'unlar keldi. Masalan, majburiy to'y qilish Turkiyaning shu yezlarda Mardin taraflarida ko'p yuz berdi. Ular mushaq qochib keldi. Qochib kelgan keyin huquqlari bor, ularni qo'g'dildi, ular yordam qilindi. Bizning Uyg'urlar faqat siyosiy panohlik deb tushunib oldi. Siyosiy panohlik bo'lmaydi, siyosiy panohlikning har turli shakli bo'ldi. O'ziniki
iqtisod mesela iqtisod vayronga uchragan insonlar mesela o'zining turadigan sharoitida yashash erkinligi, yashash sharoiti bo'lmagan sharoitda Amerika Yevropaga kelib o'ziniki iqtisodiy ahvolining nacharlik tufaylidan yashash imkoniyatining qolmaganligi, insondek bir yashash sharoitiga erishilmaganligi to'g'riliq panolik tezmi uningga panolik qabul qildi. Hatto puli yo'q odam kelib, men bu davlatda men pul jihatdan qisilib qoldim, iqtisodim yaxshi bo'lmadi, men bu jihatda kishilik huquqim daxl darajasiga chiqdi, men bu yerda mushuni bana qilib qolib qolmoqchi desa, o davlat unga boshpanolik qiladi degan gap. Masalan, uningga yetarlik bir sabab bo'lsa, masalan, boshqa davlatlarning, Iroq davlatlaridan kelsa, yetarlik sabab qabul bo'ldi. Masalan, mana Sharqiy Yevropadan kelganlarning, masalan, iqtisodiy qiyinchiligi ig'irlar, masalan, deymiz, men buni misol oldim hisobda, misol oldim, maqsadim nima desangiz, ya'ni aslında biz anlasak hayran qalamiz bu gaplarni. Shu yanchiqda pul yo'q odam kelib, Yevropadik bir davlatga kelib, isbotlab, men mandaq bir ziyon uchidim desimi, buningki huquqining qo'g'dilinadiganligini demoqchiman. Ya'ni maqsadim isbotlash, istiqomat masalasi nechun emas. Xo'sh. Agar xohlasangiz, bo'ladi. agar xohlasangiz, narsani qo'shimcha qila olayman. Xo'sh. Shu Amangul xonimning hozir deganlari shu kishilik huquq, ya'ni siyosiy fanatilash va yoki fanatilash shu masalalarning hammasi nima uchun mana hozir sizning tushunchingiz to'g'ri ham hayron qolarli bir Uyg'ur suhbatimiz bilan nima uchun degan vaqtda boshqa bir insonlar xohlagan har qanday davlat hozir hatto bizning Uyg'urlarimiz bilan ichida bir g'arb dunyosiga kelib g'arb ellardan siyosiy fanatlaydi mesela. Mening to'g'da, mening holim xatar, har tarafdan deb. Ya'ni bu har tarafdan degani hozir Amangul tasvirlab o'tgandek mayli iqtisoddan bo'lsin, siyosiy tarafdan bo'lsin va yoki ijtimoiy, diniy yoki irqiy tarafdan endi har xil tarafdan fanatlaydi bu davlatlardan. Endi balkim tajalliyabandim sizni hozir bak hayron qoldirgandek narsa, endi mush insonlar kelib, mushu g'arb dunyosida emas, Turkiyaga kelib bo'lsin, hatto Xitoyga kelib bo'lsin, mushunda qilalaydigan huquqi bor. Nima uchun degan vaqtda, uning shu davlatlarning hammasi Birlashgan Tashkilotning yetakchiligida bularning hammasi boy degan gapimiz qaytib kelsak, shu inson huquqlariga, ya'ni shu kishilik huquq kelishimlariga qo'l qo'ygan davlatlar. Ya'ni insonlarning dunyoning kim bo'lishidan qat'iy nazar, mayli siz qaysi davlatdan kelasiz, qaysi irqdan bo'ling, mayli qonunning aqling, va yoki qaysi diniy e'tiqoddan bo'ling, va yoki qaysi ijtimoiy guruhdan bo'ling, va yoki qaysi bir iqtisod yoki shunday bankruptlik vayronchilik uchragan bir yerda shu yoki bir tabiiy ofatdan bir baloyi ofat bo'lgan xatarga. Demakki, shu insonlar qochib boshqa bir yerga kelib, boshqa ellarnikidan xotirjam bo'lmay, menga panoh va men yashashim kerak. Ham shunda Amanguldek xizmatchilarni, işte insonlarni akilib, sen malag'aning qonuni, shu davlatdagi qonuniy huquqlarini izlash uchun, tepilish uchun yordam qilib, bularga maosh berib, ishlatib, shunday qilishning hammasi shu davlatlarda shunday bir kelishimdagi imzosining bo'lganligi, insonlarning kishilik huquqini qo'g'daymiz degan qonuniy nizomlarning bo'lganligidan. Endi bu nizomlarni amallashtirayotgan davlatlar mana shu g'arb ellari. Ular amallashtirib, biz shunday bir va'dani insonlarga beribmiz, biz o'zimizning davlat qonunida. Demakki, shunday insonlar bizning oldimizga kelgan vaqtda biz va'dimizda, o'zimizning ahdimizda turib, bu insonlarni qo'g'dishimiz kerak. Bunda qo'g'dishimiz, bunda qilishimiz bizning majburiyatimizda vijdonni aqlayotgan davlat. Ammo Xitoy shu qonun hammasining ta'tirini qilganligi burun o'zining vatani, ya'ni bo'lib Sharq Turkistonda qilayotgan bo'lsa, Uyg'urlar hozir bu sharafsizligini, ya'ni bu o'zining va'dasiga aks etmaydigan bu insofsizligini xalqaro yeyapti. Hozir xalqaro ism qilib bizning siyosiy faoliyatchilarimiz do'pponga o'xshashda adamlarimizni besim ishlatganligi. Fransiyadagi nurg'un Uyg'urlarimizni sen o'zingning Uyg'uring, o'zingning vataning uchun bayroq ko'tarib, ishni qilmaysa bo'lmasa, sening oilang yana bir nimani tuqqanini tutib o'lib deb Fransiyadagi bo'lsin, Amerikadagi bo'lsin, Avstraliyadagi bo'lsin, Turkiyadagi bo'lsin, butun shunday vatan sirtida turib, vatan ichidagi Uyg'urlarning yig'isini yig'layotgan, Uyg'urlarning oilasiga xizmat yo'llar bilan, mayli jasuslar bilan bo'lsin, va yoki o'zining boshqa yo'llari bilan bo'lsin, besim qilishlari. Mushularning hammasi Xitoyning o'zining ahd qilgan qonunlariga xilof qilgan ishlari. Agar
Men Amangül Hanım'dan o meselelerni tafsili soruşumdaki sebep Zübeyre Hanım, keçirsiz sözünüzden kesitip kaldım. Biz muşunda kızgın her zaman sözümni kesip etsenler buludu. Nayet yaxşı gap buluvatıdı çünkü biz Uygurlarda hiç qanday bir kişilik hukuk yokken degan narsani men shuningdan nayet hayron bo'ldim yani. Bizde hiç narsa yo'q ekan, bugungi Sharq Turkiston xalqida hech qanday bir kishilik huquq deydigan narsa mavjud emas ekan. İkincisi, Amangül Hanım'ın ikinci meselesi kelsak, ikinci oturup koygan meselesi. Bu Asiya taraftan kelganlar biraz tatınacak, o'zining fikrini o'zi oturup koyammaydı deb shu gapni qildi. Xuddi biz Sharq Turkistondan kelgan Uyg'urlarmi bor Germaniyada ko'plagan. Va demakki Asiya tavasida bir diktatorninki o'xshash bir surtini ko'rib olamiz. Mayli boshqa davlatlarda bo'lsin, Asiyaga o'rinlashgan boshqa davlatlar. Shuning uchun bu Asiyada yashagan, Asiyadan Yevropa qochib kelgan yoki ko'chganlarda ashunda bizning ashunda fikrimizni ochiq o'tirib qo'yolmaymiz. Demak, bu diktatorlikninki Asiyada o'xshash bir tarifi bor deganni bildiraman Amangül Hanım. To'g'ri. Men buni bir qancha qatim bizniki yig'ilishlarimiz bor, davlat bilan birga har oy bir qatim nimdaymiz, xizmatlarimizni doklab beramiz. Men shu chaqada o'sha musofirlarninki xarakteri alayliklarni tunishtiramiz. Masalan, bizning musofirlarning ichida Uyg'urlar eng men o'zim so'raydi. Chunki yo'liqsinmi, yordam so'raydigan o'rinlarga bevosita nimiz g'ayratlik holda boramaydi, dardini to'kamaydi. Masalan, Afrikadan kelganlar shunchalik erkin tushlarmi? Har qanday vaqtda bo'lmagan narsadan rozi bo'lmadim deyalaydi. Ham nimiz bizlar taqalishadi, hukumat xodimlari bilan taqalishadi, so'zlashadi. Bizning Uyg'urlar hukumat xodimlari masalan xizmatchilar nima desa shuni ma'quldab chiqitadi. Aqllilar. Masalan, o'zining huquqi bo'lsinmi? Shunda buni necha qatim o'tirib qolganimizda bizning rahbarlar shaqtidi, sen unutib qolma, sening Uyg'urlar qilayotgan bir diktatorning davlatida sen diktatorasiz yashayapsan. Bo'libmi sen Uyg'urlar diktator Xitoy komissiyasining qo'l ostida shunchalik ezilyapsizlar. Buni xalqaro bildi. Bizim bilimiz. Shuning uchun Uyg'urlarga hozir qabul beramiz. Lekin Uyg'urlarning yuragida ezilib ketgan kerak. Bular erkin emasga, erkin fikr qilmaydi. Masalan, taqsim qildi qabul kayicha. Ular shu yerdan midirmay o'ltirdi. Masalan, boshqa millatlar bo'lsin ketaverdi o'zi xalqqa yerlarga. Hech qanday qayda qonun buzilmaydi. Masalan, selishtirib ba'zi yurtlar shuni ochiq bo'lib ketdi. Xizmatdoshlar o'tirishdimi deyishimiz bu gapni. Nima uchun bizning Uyg'urlar shunchalik bir xil yuragi ezilib ketgan shunday bichara desam, sen o'zing har qanday vaqt bizni tunishtirib o'tsa, sinov vatan hozir qon ishida yig'layotdi. Sen Xitoyda kishilik huquq degan narsa yo'q. Sening vatanda, Sharq Turkistonda inson haqlari yo'q. Bu ular bu yerga kelgandan keyin tamtira qoldi deydi. Chunki bu yerdagi inson haqlari hammasi kuchga ega. Masalan, hattoki o'sha tramvayga o'tirishdan tortib, masalan, boshqalar bilatamay ketdiganlar bekchiq. Masalan, bizning Uyg'urlar shuni qilmaydi masalan. Ashunga erkin chiqolmay nurg'un bekatlarni yozmaganlar bo'lganda. Yani Uyg'ur xalqi umuman bir mustamlika bir zaminda yashab bir o'zining huquqini, bir yuraklik bir huquqini deyishni, qilishni unutib qolgandek darajaga kelib qolgan bir millat demoqchimisiz? Jonsiz nima masalan, mana o'xshash mustaqillik desanglar, nurg'un millatlarni selishtirib bo'lib qolgan. Selishtirib bo'lgandan keyin masalan Afg'oniston, Pokistondan kelganlarmi, ular shunchalik bir xil jonliq so'zlaydi, bir narsa o'tirib qo'yalaydi. Oxir men shuni yakunlab chiqdim. To'g'ri, mustaqil davlatimiz bo'lmasa, sizning bir erkinroq gap qilish, xarakteringiz yo'qolib ketadi ekan. To'g'ri. Men dastlabki shu vatandan kelgan vaqtimda, shu qabul bo'lmayotgan Uyg'urlar bir maqola yozgan vaqtimda men shu aytdim. Vatansiz bir millat bir undan desam bek sat bo'ldi. Bir eshak o'xshaydi ekan dedim. Chunki eshakni g'osh tushganlar yuk to'sh uchun ishildi. Ishilib bo'lgandan keyin o'ydi. Endi lozim bo'lganda ishildi. Mesela bizning Uyg'urlar cho'qqin bir millatning bir vatani bo'lishi kerak ekan. Men hattoki shu siganlar chaqirdim, sigan deyish hozir shakllanadi, Roma deymiz. Ashlar kelsin, har qanday bir millat kelsa, oldindan sizning mustaqil
Memleketin bana müstakil devletin bana da sorayım. Birinci çok sorayım şu. Üçüncülük bir müstakil devleti var bir milletke üçüncü keves kılgın kettim. Burundan Mıktık hemen müşkilinin yapıp vətəni yüz beriyatqan muşu vətənin içi qancıqladı da halkımız yürgü kan bu ketdi, laxtı bu ketdi. Muşu jarayanda nim deymende, nim dep tanıştırırsanız buldu. Ben şu jarayanda, işlek jarayanda mesela bütün Uygurlar burun ben kelgen vaqtında asasiyetli Uygurlar mekimlikli yaptı. Uygur tercümanının kamçılık tüpeldiğini Xitay tercüman işlettik. Asasiyetler hep bulattık. Şu ben işlegenden kişiye Üzən bir parça xat yazıp federal hükümetke yolladım. Xitaydan kelgen her qandaq milletinin Xitaycha bildi deganlar to'g'ri, lekin biz demokratik davlat turibmi? Yeni Xitaycha mekimi badi degan gap bu bir demokratiya gapmaydi. Çünkü biz yerlerde Germaniyada yeterlik Uygurlar var. Tercüman Uygur tapanmagan şaraitçi siz saqlasanglar kerak. Bunsiz yana demokratiyadan hadi qaldı. Çünkü Xitaylı bo'lgan, u Xitoyning hammasi biz normalda yizikda biz Xitoy hukumati bizga dushman. Xitoy fuqarolari hech qanday ziddi yo'q deb qaraydi demokratiyada. Lekin Xitoyning har qanday Xitoy sizga baribir sizga dushmanlik qildi. Baribir sizning ajrimlaringiz yaxshi qilmaydi. Shunaq. Unda bo'lgandan keyin u normalda shu mekimlarda u soch xodim tarjimonlik deb bekishindi. Unda bo'lgandan keyin xatni yozgandan keyin federal hukumat uni tekshirish jarayonida 2014dan boshlab bizning Mushbadi Yurtinbekdan turayotgan viloyatda Uyg'ur musofirlarga Xitoy tarjima ishlatishni amaldan qoldirdi. Tarjiman topolmaguncha ular mayli bir ishga saqlaydi ekan, Xitoy tarjima ishlatmaydi. Ikkinchi biz federal hukumatga oyda bir qatim qanchalik musofir qaysi dunyoning qaysi yerlardan qaysi davlatlarning qanchalik musofir kelib ilcha qildi degan masalada statistik qilamiz. Shu jarayonda Uyg'urlarni butunlay Xitoydan keldi deb yozibdi burun. Men nurg'un qatim o'zim xat yozib ham iltimos qilish jarayonida shu katakchining ichiga davlat tavalligi degan yerga masalan O'zbekiston deb yozsam pek jiq yozilgan Sharq Turkistonda sanson Uyg'uristonda shuni iltimosini uchun kirgizdim. Hozir shu federal hukumatningki musofirlar shu statistika qilgan Excel plansini ichiga kirib, asl linkini bossangiz, davlatlar hatto Uyg'uriston deb chiqadi. Masalan, maktabga kelsa biz Uyg'urdan keldi deb Uyg'uristonni bosamiz. Hargiz Xitoy degani bosmaymiz. Burun Xitoy degani Kanada bosatdi. Ha, bu bir yangilik yaxshi gapkan, bu Gollandiyada unda deb u holatga kelmadik tekin. Çünkü siz shu yerda ishlagankansiz, o'zingizning haq-huquqini tonigan ekansiz, siz vatanni har doim tunishtirib turishingiz kerak-da. Men shu jarayonda ishla qilib Uyg'uriyan deydi Germancha, Uyg'uriyan deb, Uyg'uriston deb kirgizdim davlatlar qatorida. Masalan, har bo'yicha boshlandi, Afg'oniston, Pokiston deb boshlandi. Bizningki Xitoydan burun, Turkiyadan burun bizningki Uyg'uriyan deb. Masalan, Uyghur Mehmet Semet gelse Uygur'un da bastı federal hükümet mesela onun bir merkezine alsın ilk yakıt işlerindeki her bir kadem basışta Uygur dep yazıldı. Bu bek muhim gapken bu intayim muhim gapken. Qanadısınız mesela bizim Gollandiya kelgan vaqtida Xitoydan keldik deb çünkü Uyg'uriston yoki Sharq Turkiston deb bir gap yo'q o'tirda. Biz tonimaymiz deydi ular. Biz bunda Sharq Turkiston deb yozilmoqchi çünkü o linkini yozdigan yer pek kichik bo'lganligi uchun ya çoğun mesele emas o. Uyg'urdan keldi desimi uning o'zimi çoğun bir prinsipal mesele to'g'ri. Prinsipal mesele uning uchun hozir Uyg'urlar so'nashqa burun tili nima desang Xitoy deb yozgan. Masalan, Mehmet deb kelsa Mehmetchi deb yozib qoladi. Hozir Mehmet Samet deb o'zining Uyg'urcha ismini oladi. To'g'ri. Rahmat. Bu to'g'risida men yana sizga so'z beraman, Amangul xonim. Ikkinlarni nima qilib ag'dirib qo'ymasligimiz uchun men shu almashtirib so'zinglarni anglayli. Zubayra xonim so'z bersam bu kishilik huquq masalasida men hozir Amangul xonimning so'zini anglabman, men nihoyatda o'zim nima deyman endi biz Uyg'urlarda hozir hech qanday bir huquq qolmabdi hisobda. Bu kishilik huquq masalasida siz bir aktiv bir shu projeningki tadqiqotchisi hisobda.
Buni qaytib qo'yadigan bir so'zlaringiz bo'lsa alayli, undan keyin boshqa temaga o'tib ketamiz. Zubayra xonim. Buningda mening qattigan jiq narsam yo'q. Nurg'a gaplar deyilib bo'ldi. Masalan, Amangullar degan gapdirmi, sizning tushunchalaringizdan hammasi bir qadar oldin deb bo'ldi. Endi bu kishilik huquq masalasi degan vaqtda biz garchi shu Uyg'ur kishilik huquq tadqiqot organi kishilik huquq deganimizda buni tutgan masalasi bir millatningki umum taqdiri masalasi demakdir. Men bunday aytmoqda. Ana bu Amangulniki misoldan aytdi, yaxshi bo'ldi. Bir insonning cho'qim bir mamlakati bo'lishi kerak edi. Endi bizning tushunchimizda garchi biz shu Xitoy hukumatini eng bo'lmaganda o'zining qonunida biz Uyg'urlarga bergan haq-huquqlarni deb shunchalik taqsirni Xitoy hukumati berishmayapti, ta'til bordi hamma. Tajovuz bordi. Masalan, ularning bir tipik misoli Ilhom To'xti. Ilhom To'xtimi men Sharq Turkiston mustaqil qilma degani yo'q. Bu faqat shu Xitoy o'zining qonunidagi o'zing yezib qo'ygan, o'zing bilgan akt qilgan shu qonunni Uyg'urlarga ijro qil degan uchun uni ayrimchi deb hozir umrlik so'lvatdi Xitoy. Demak, shu tipik misol ekan. Demak, shulardanmi hammamizga kelgan tuyg'u o'xshash. Ya'ni bir millatning, bir xalqning o'z oldiga mustaqil vatani, o'zining shu vatanini mustahkam qo'g'daydigan o'zining bir hokimiyati, huquqi hem şundan şu vatanni mahkam qo'g'daydigan o'ziniki vataniga sodiq xalqi, shu vatan qiladigan kuchli bir o'zining kuchli hokimiyat organi shundaqla armiyasi hem shu vatani bo'lmasa bir millatningki har tarafdan dafsan bo'lganli ekan. Demakki, ammo bizning hozirgi sharoitda eng bo'lmaganda deymiz-ku, biz eng bo'lmaganda Uyg'urning mushunchalik ahvollarini bo'lsin dunyo tanıtıp dünyanın bunun diqqətini qo'zg'ash. Bunda bo'lganligining sababi yana abayt deb o'tib ketgandek, har bir davlatning mayli birlashgan davlatlar tashkil qilsin, har bir davlatning har qanday insonning ashundaq haq-huquqlarining dafsanda bo'lishiga ko'z yumib turish haqqi yo'q. Masalan, bizning o'z huquqimizni o'zimiz qo'llash biz Uyg'urlarga majburiyat bo'lsa, boshqalarga mayli g'arb dunyodikilar bo'lsin, Turkiya bo'lsin, boshqa O'rta Osiyo kim bo'lsin, boshqa davlatga va boshqa xalqlarga biri vijdoniy burch, yana birisi insoniy majburiyat. Bizga cho'qur majburiyat, ularga mas'uliyat. Ya'ni boshqalarga mas'uliyat. Bu qonunda bormi bu? Masalan, o'sha aktlarga yozdi. Her bir aslında kişilik hukukunu qo'g'dash aktini qo'lga qo'ydi deganlar shularning majburiyati, shularning mas'uliyati. Nima uchun buni so'radim desangiz, Mishat so'zingizni kesib o'tay. Naq Qur'oni Karimdagi kishilik huquqninki majburiyatini aynı şekilde, o'xshash şekilde BDT o'zininki ahdlariga yozibdi demoqchiman. Tushundingizmi? Qur'oni Karimda bir odam bir zulm qilsa, hadisda bir odam bir zulm qilsa, u odam o'zi qarshi turdi. Agar u odam qarshi turolmasa, yindik odam uni qo'g'dash majburiyatiga ega. Hech kim uni qo'g'damasa, butun insonlarning uni qo'g'dash farzi bo'ladi. Agar bir qism insonlar uni kuch yetib yetsa qo'g'dashga, ularga farz kifoya bo'ladi. Shuning o'xshagandek, hozir siz deyapsizki, Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki kishilik huquq ahdnomasiga shu bir millat zulm qilsa, ular boshqa qo'shni davlatlar yoki boshqa millatlar cho'qim buni qo'g'dash majburiyati va deysiz Qur'oni Karimdagi qonunni aynı şekilde olibdi, ammo buni qanchalik ijro qiladi, u ayrim bir masala. Xo'sh, so'zingizni davom qiling. Shunda demoqchi. Boshqalarning majburiyati, mas'uliyati va bizning texnik majburiyatimiz va o'z qarindoshlarimizni o'zimiz qo'g'dash, ularning da'vosini qilish har birimizning, har bir Sharq Turkistonlikning başta olmaydigan majburiyatimiz var. Sizningcha Uyg'urlar mushu jihatda Sharq Turkiston xalqi jiddiy bir kishilik huquq krizisiga duch kelyapti. İnsoniy huquqimiz, biz hozir dinimizni qo'yaylik, tilimizni qo'yaylik, urf-odatimiz, madaniyatimizni qo'yaylik, ama insonligimizga kelaylik. Insonlik bütün dinlar qarshi oladigan, bütün dinlar ko'ngil bo'ladigan, mayli xristian, mayli budist, mayli kafir, mayli musulmon, hammasi tan ko'ngil bo'ladigan insonligimizni qo'g'dayan mush zamonda o'zini Uyg'ur yoki musulmon deb ataydigan chet eldagi bizning qavmimizdan bo'lgan Uyg'urlarning mush masalaga qarta majburiyat qanda va buni bir ado qilyapmiz sizningcha? Chet eldagi Uyg'urlar mencha yetarlik emas deb qarayman. Chunki agar biz bütün shu Sharq Turkistonliklar chambarjas bir-birimizla ittifoqlashib bir-birimizdan kuch bo'lgan bo'lsak, biz chet ellarda oz kuch yo'q. Masalan,
Bu mesele kelgan vaqtda albatta yana bir yangi narsani balkim sizning ideyangiz bor, shu haqda so'zlamoqchi bo'lgan. Bütün hemimizin birleşip qo'zg'alishi. Masalan, hozir bo'layotgan namoyishlar deysiz, mayli bir ovoz, bir qadam namoyish bo'lsin, mayli qanday shaklda, mayli dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkillayotgan 4-27 kunlik bir asrlik namoyishlar bo'lsin. Mushundaq namoyishlarda birlashgandek, mushundaq namoyishlar shakl bo'lsin yoki boshqa yo'l bilan bo'lsin, bütün Uyg'urning chambarchas gruppasiga, bütün Sharq Turkistonlikning bir yerga yig'ilib, vatandagilarningki ahvolini, shularning holini hammamizning majburiyati. O'zingizmi deb o'tdingiz, agar biz o'zimizni musulmon deydiganmiz birinchisi. Buningdagi o'zimizni biz bir xalq, bir qondoshmiz deydiganmiz, demak bu iymoniy majburiyatimiz ekan. İymoniy, vijdoniy ham o'zimizning milliy, ham vataniy da'vo majburiyatimiz. Cho'qim biz birlashishimiz kerak. Bu cho'qim yetarli bo'lishi kerak. Endi yetdi. Chunki bu zulm hammasiga keldi. Butun Xitoyparastga keldi. Haqiqiy vatan deguvchilarga keldi, hammasi kelyapti. Bütün Uyg'urlar bo'lib mavjud bo'lgan insonlar, Uyg'urlarni sotgan xoinlarning oilasi hammasining ishiga keldi. Hech kimni Xitoy ayirib qo'ymadi. Qur'onni sotgan bo'lsin, vatanni sotgan bo'lsin, qayrindishini sotgan bo'lsin, qonunni sotgan bo'lsin, o'z qarindoshlariga o'z zamin bo'lganlarning beshiga kelyapti hozir. Demakki, endi huquqimizni oshmasak, aytki kun biz bu yer sharini yo'q qilamiz. Shunday xatarlik ahvolimiz hozir. Shundoq, ya'ni siz bir Uyg'ur kishilik huquq qo'g'dug'uchisi va shu Amerikadagi projeninki mudiri va dunyo qurultiyining kishilik huquq ayollar kishilik huquq komitetining mudiri. Ya'ni Uyg'urlar kishilik huquq jihatda besimga chiqsa, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli dunyoning har qaysi joylarida bo'lsin, Sharq Turkiston xalqininki bizga ovozini anglatishi bek mumkin bo'lmadi hozir. Chet eldagi Uyg'urlar shundoq bir zulm chiqsa, har qanday bir yerda, masalan, Taylandda turmada qarindoshlarimiz bor, Malayziya turmada qarindoshlarimiz bor, Turkiya turmada qarindoshlarimiz bor. Siz bilan bevosita aloqa qilishamdi, qurultoy bilan aloqa qilishamdi. Dardini kimga anglitdi? İnsan huquqini qo'llash uchun. İnsan huquqlari masalasi bo'lgan vaqtda albatta qurultoy bizningki asosli o'zingiz bilasiz, Uyg'urlarningki vakillik organi qurultoy bilan aloqalashib bo'ldi. Buningdan so'ng kishilik huquq dafsanliklar masalada albatta bizning organlarda aloqalashib bo'ldi. Buningdan so'ng har bir yerlik tashkilotlar, har bir davlatlarda o'zingiz bilasiz Uyg'ur tashkilotlari bor, yerlik Uyg'ur tashkilotlari, har qanday yerlik Uyg'ur tashkilot shu yerda Uyg'urlarning manfaatini birinchi o'rin qo'ygan qurilgan. Shu asosda uningdagi vatandagi ovozsiz xalqimizning ovozini anglatish uchun bir yetakchi bo'lish, ya'ni yetakchi rahbarlik rolini o'tash uchun qurilgan. Shunda bo'lganligi uchun har bir davlatdagi bizning yerlik tashkilotlar deganligimiz shu har bir davlatga biz Uyg'urlarning tashkillanishi demakdir. Demakki, har qanday bir masalamiz bo'lgan shu yerlik tashkilotlar bizning birinchi aloqa qilgan bunday aytganda idoramiz, organimiz bo'lishi kerak. Dünya Uyghur qurultiyining maqsadi ana shu, butun dunyodagi har bir yerlik tashkilotlarni o'ziniki shu qanday ostiga olgan holda, ya'ni birlashgan asosda hammamiz butun bir birlik kelib o'zimizning harakatini qilish, ilgari surish, o'zingiz bilasiz bu ittifoqlik degan bir kuch. Bu kuchningki eng oddiy bir misolini mana shu 3-oyning 15-kunidagi birlashishdan shu namoyish, shu ovozni ko'rdik. Eng oddiy bir desangiz bo'ladi. Xudoyim bo'lsa, 4-oyning 27-si menimcha shunday bir ahamiyatli bo'ldi. Albatta, neo'zi bo'lishdan qat'iy nazar birlik bizga birinchi. Bu birlikning asosi har yerga tashkillangan yerlik tashkilotlarimiz. Masalan, mana sizning shu bir media, ya'ni shu axborot ishni qilibsiz. Demak, shuni vatan uchun, vatandagi xalqimizning shig'zori uchun bir qo'shayotgan bir hassa. Demakki, mayli bu ovoz bo'lsin, yana bir yerlik tashkilotning ovozi bo'lsin, yana bir qanday Uyg'urning ovozi bo'lsin, har qanday biz bir kuch bo'lganmiz, bu Xitoyga tankilamaydigan dunyoda boshqa narsa yo'q deb qarayman. Men bu kuch, bu birlik murodimizga yetkazdi inshaalloh. Allah razı olsun. Albatta sizlarning so'zinglarni uzun anglag'im bor va xalqimiz bu ko'rurmanlar, nihoyat ko'p sonda ko'rurmanlar izlayotdi, anglag'isi bor, ammo vaqti-vaqtida so'zinglarni kesishga majbur bo'laman. Ya'ni media sohasida biz oldiga chiqib xizmat qilayotganligimiz uchun nurg'un qarindoshlar bevosita bizni Facebookdan, WhatsAppdan izlab tepdilar, o'zining dardini anglatibyotdi. Har kuni qancha qarindoshimizdan xatchaklik keldi, sizlarga kelib turgandek. Ana shundoq jiddiy bir qiyinchilik duch kelgan qarindoshlarimiz shaxsan hozir men Zubayra xonimdan so'rab turay, bu javobni ilib o'tgandan keyin Amangul xonimdan so'rayman. Zubayra xonim sizni izdisa, qurultoy nomida
bu shaxslarga yordam qila olamiz. Masalan, ba'zi Misrdan kelgan qarindoshlarimizning yo'ldoshlari yo'qolib ketgan, ba'zilarininki oilalari yo'qolib ketgan, xabar olinmagan, chet elda turib, ba'zilarininki ayol bolalari yoki yo'ldoshlari turmada, Tayland, Malayziya, Turkiya degandek yerda. Sizni izdisi bo'lamdi, nihoyat qisqa bir javob bersangiz bo'ldi, Zubayra xonim. Bo'ladi albatta, chunki biz qurultayda baribir hammamiz o'zaro xizmat qilamiz. Qurultayning maxsus muhojirlar, maxsus shunday kishilik huquq va muhojirlar ishxonasi bor. Biz hammamiz birlikda xizmat qilamiz. Albatta qurultayda har qanday bir xizmatchi bilan aloqasingiz mayli u Amangul bo'lsin, yana birisi bo'lsin, hech kim bu bizning Uyg'urning ishidan bosh tortmaydi. Chunki biz shu Uyg'urning xizmatini qilamiz uchun tashkillangan shu xizmatchilar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Xo'sh, so'zni men Amangul xonimga beraman. Germaniyadagi Uyg'ur musofirlar to'g'risida nihoyat qisqacha so'zlab berishni umid qilaman. 2 minut. Qanchalik Uyg'ur musofirlar bor, yana Uyg'ur ko'chmanlar, bularning ishlari qanday bo'lib o'tadi? Buningdan keyin masalan Kanada masalasida men Mehmet To'xtapandi bilan paranglashsam, bir qism Uyg'urlarni Turkiyadan va boshqa davlatlar turib qolgan Uyg'urlarni Kanadaga yetkazib kelish masalasida yo'l menayotganligini aytgan edim. Shunga o'xshagandek siz bir ko'chmanlarga mas'ul bir hemşirimiz. Sizmi shunday pasportsiz Dubayda, Afrikada, Taylandda, Malayziyada qolgan shunday qarindoshlarimizni Germaniyaga yetkazib kelish ishlari bo'lamdi degandek savollarga qisqa javob berishingizni umid qilaman. Marhamat. Men sizning bu savolingizga konkret javob beramayman. Chunki men xizmat qilmayman. Davlatning o'ziniki maxfiyatligi bo'ldi. Chunki men maxsus Uyg'ur organlarida ishlamayman. Germaniyaga ishlayman. Endi ben Germaniyadagi Uyg'ur musofirlarning ahvoli shunchaki yaxshi. Masalan, 2004 gapini boshqa vaqtimda degandim. O'shalarda shunday biroz qiyin ahvol ekandik. 2000 voqeasidan keyin Germaniyaning Uyg'ur musofirlari bo'lgan tutgan pozitsiyasi shunchaki yaxshi. Kelganlarning hammasi qabul bo'lyotdi. Yoqi mening olishimcha Dubay, Arabiston davlatlarida qiyinchilik yo'l qo'yayotgan ham ularni qaytarish olib turayotgan nurg'un qarindoshlarimiz telefon qilib shaxsiy so'rdi. Ularni universitetga kelib shaxsan u yoqlarda viza olmagan, universitetga kelib siyosiy panoh tilash imkoniyati bor. Ularni o'zimizning tegishli maslahatlarni berdik. Buni uchiq gapirib o'tirishning o'rni yo'q. Hozirgi ahvolda Germaniyaning Uyg'ur musofirlar bo'lgan pozitsiyasi ham ular tutgan ularga bergan o'rni yaxshi. Shunchaki yaxshi. Ya'ni siz bir proje hozirlab chet eldagi ana shunday qarindoshlarimizning sonini ilib yoki o'shaga ko'chman bo'lishga loyiq bir proje tayyorlab hukumatga sunish ehtimolingiz bormi? Masalan, chet elda 30-40 tane Uyg'ur bor deyli, pasportsiz va yoki har yerda bijak patmay yurgan, qo'lida hech qanday narsa yo'q, iqomat ololmagan. Bularni Germaniya hukumatiga sunib, bularni biz akilib olsak, chunki ayni zamonda qildi buni, Yevropa qildi bunday ishlarni. O'rta Osiyodan ketganlar bor, Germaniyaga O'rta Osiyodan ketganlar bor, UN dan ketganlar bor. Buni bir proje shaklida suna olamsiz? Bu to'g'riliqdagi bu xizmatlarni boshlamadik, chunki Germaniya panoh tilashda hozir boshqa davlatlarda qismchilik yashayotganlarning kelish imkoniyati biroz yaxshi bo'lg'achqa bu to'g'riliqdagi bir izni topmadim. Chunki shaxsiy maslahatlarni berishga ular maslahat berganlarni olib kelyotdi. Gap qabul o'tiraqlashib, yerlashib bu bo'ldi. Onun için tahvatdaki qarindoshlarimizning o'zining jonliq bo'lishi ham izlanishi boshqalarga qarab qo'y o'zimi biroz harakat qilish lozim demoqchisiz. Bo'ldi, rahmat. Men bu savolni sizga yordam qilib qo'limni sunish imkoniyatim bo'lmaydi. To'g'ri. Siz bir davlatningki musofirlarga mas'ul xodim bo'lish sifatingiz bilan albatta o'zingiz xohlagancha ish qila olmaysiz, ammo bugungi kunda bu yerda bir reallik bor. Menga har kuni bir ikki odam yozyapti. Turkiyadan,
başka devletlerden, Arabistan olsun, başka yerlerden şu Gollandiya'ya beriş ihtimalimiz var mı o boda. Bizim məsləhətimizni göstərib qoyatımız siz degəndək özü terişi lazım ve ulanın derdini anlayımız desek ben sizge mişədə bir teklif versem bunun bir proje hazırlap Germaniya hükümetiga sunib beqishga terişib beqishingizni shaxsan umid qilaman yani. Faqat bir umid deb nim qilaman. Balki anga rahmat. bakış bo'lishga hozir Uyg'ur aholi bo'lg'achqa shu qindimi Arabiston va mana shu Dubay tarafdan Germaniyaga kelgan Uyg'urlar hali bor. Shuni qarab mantaqa endi ular kelyapti deb biz bilan biroz aloqa qilmagandan keyin o'taqda iznishni o'ylashib bakmadim. Allah razı olsun, rahmat. Zubeyra xonimga bersam vaqtimiz bir yak berib qilyotdi. Sizlarni charchadinglar. Ammo sizlarda bek ko'p bir ma'lumotning borligini his qilyapman men. Bo'lib shu xalqaroliq inson haqlari va xalqaroliq lobbichilik masalalarida xili ko'p narsalar ilminglar bor ekan. Buningga ammo bugungi programmamiz yetmaydi. Inshaalloh kelgusi zamonlarda yana programmalarga taklif qilishim mumkin inshaalloh. Ayollar xizmat masalasi vardı ama bu vaktimiz bu nəhayət kiçikli ötəb getdi. Ayollar xizmat masalasi, yəni şunu mən qısqa sorsam sizlər qısqa cavab versənglər. 3-cü ayınınki 15-idəki bir avaz bir qədəmdə xizmat qıldыңlar. Onu qısqaça deb ötəb ketsənglər boludu və bunundan keyin bu ayollar xizmatini mən ayrım sorsam Zubeyra xanımdan başlay. Ayollar xizmatini mayli kishilik huquq olsun, mayli buningdan keyingi siyosiy faoliyatlar bo'lsin, qanday qilmoqchi, qanday o'rinlashtirmoqchi. Bu yerda bir plan proje bormi Zubeyra xonim? Buningdan bir so'zingizni anglab boqaylik. Rahmat. Qisqacha degan vaqtda shu ayollarningki endi bu da'vo masalasida aktivligini qo'zg'ash qilmaydi. Buni siz shu programmaning beshig'ida deb o'tdingiz. Ammo bu ayollarning shunda aktiv bo'lish uchun mana sizga o'xshash erlar, dadalar, akalar, enalar shunda erlar ayollardan har qachon bir bo'lish kerak, har qachon qo'llash kerak, oqsiz bo'lish kerak. Doim dunyoda har yerda deydi bir muvaffaqiyatli erning oqsida bir Hristiyan bir qo'llagan ayol bor. Emniyet ittifoqida uning hayot desangiz bo'ldi masalan bir muvaffaqiyatli ayolning bo'lish uchun albatta uning eng yaqin, eng qo'llagan o'zi bilan ta'minlangan bir eriyni bo'lish kerak. Yoki bir dayini bo'lish kerak bir oilada, yoki bir aka, bir ini. Shunday erlar har qachon qo'llash kerak. Shunday qo'llagan vaqtida o'zingiz mana ko'rib turibsiz, bu ayollarning kuchi ajoyib bir kuch. Ayollar qo'zg'alsa ajoyib qo'zg'aladi. Shunaqa. Ko'ryapsiz mana bu ruhni masalan bizning rahbarimiz Rabiya Qodirdan ko'rsiz. Şuna o'xshash nurg'unlagan xonim qizlardan ko'rsiz. Mana bu yerda 10 necha davlatda bir vaqtdan namoyishga chiqqan shu chiqish asosida yetakchi bo'lgan butunlay Uyg'ur xonim qizlari. Albatta bu yerda Uyg'ur xonim qizlarining rolini sal chaqlashga bo'lmaydi. Bu tarixni isbotlagan, masalan, burungi tarixlarimiz desak, Nozigulni deyli, Rizvongulni deyli, yaqinqi zamon inqilobdagi, hatto Ifarxonda bizning qadimiy tariximizdagi. Demek müşavirlerden farklı mayli siyasi sahnede olsun, mayli ictimai, mayli iqtisadi veya başka her qanday sohalarda, ilmiy yoki akademik tarafı olsun, Uyghur xonimlarningki rolini sal qarashga qat'iy bo'lmaydi. Shunda bo'lganligi uchun Uyghur xonimlari har qachon peshig'liq, har qachon qo'ldan kelgancha kuchini bericha xizmat qilyapti. Faqat bu yerda masala oldiga chiqib mayli medialarda bo'lsin, mayli har yerlarda bo'lsin, bularning ish izlarini e'lon qilib, bunday ko'rsatib qolgan narsalar kam. Ama emniyet ittifoqida Ama bundan keyin unda bo'lmaydi inshaalloh. Studiyamiz har zaman ayollarning ovozini olishga alohida e'tibor beramiz inshaalloh. Rahmat. Xo'sh, so'zingizni oxirida davom qiling. Sözüm demek ki, endi mana mayli menimcha Amangul bir xuddi o'tishi mumkin. Bu 3-ayning 15-ki ayollarniki namoyish bir ovoz bir qadam to'g'rimi? Ama mening bu yerda ta'kidlab o'tganim mana bu oldimizga kelgan ma'lum 4-agi Barcelonadagi namoyish. Bunun kelgan vaqtida garchi ayollarning ovozi chiqroq chiqmayotgandek ko'ringan bilan, ammo ayollarning bu qo'shinda, bu safda nurg'un xizmatlarni qilyapti, pardasida.
Hatta perde aldığı ötmüş namayişlarda aldığım səhv olduğunluğa şək hiç şüphem yok. Bu vaqtda belki aman gibi qo'shimcha qilish mumkin. Demek ki ayollarning xizmati har qachon mavjud bo'lib kelgan. Ham bu mangu davom qiladi inshaalloh. İnşallah Allah razı olsun. Bu 3. ayının 15 ayallarının avazında çıkması mümkün dediniz. Onda emesken ayallarının avazı hakikaten çıkıdı iken. Biz ular mikrofonunu neçe vaktin bir beğenmedik de beğenmegenden keyin biz işte his qilib optik ameliyatı bu Gollandiya olsun meyli başka bütün her yerde ayallar hakikaten pek küçüdü. Demek ki inşallah bizde bundan keyin ümit var. Bu ayallardan ümit var. Qalan sözünü ben Amangül Hanım'dan alsam 4. ayının 27 faaliyeti için ayallar qandaq bir xizmat plan projeleri var. Bunu o'zingizning og'zingizdan olmaydi. Merhaba. Mesela 3. ayının 15'ideki şu namayişten keyinki bizniki erişken neticemizni qarag'animizda ayollarning ovozi haqiqatan jaranglab chiqdi ekan. Şu 3. ayının 15 martdagi bir kun bir vaqtda olib borgan namoyish bir ovoz bir qadam namoyishimizda tüm dünyadaki onalar, qizlar, singillar o'rinlardan dast turishib qo'llarini qo'lga tutishib bir saf bo'lib o'rnidan turishdik. Mesela yo'qlish gadog'i berib qolgan bir millatga ega chiqadigan qiz o'g'illar bo'lmasa shu millat yo'qolib ketadi degan bir so'z bor. Lekin biz ketmaymizki. Men 3. ayning 15dan keyin shuni his qildimki, dunyoda tehi bizdek kuchlik endi badu. Lekin biz xonim qizimizdan shunchalik faxrlandim. Biz dunyodagi bütün ayollar birlashdik, bir guruh bo'lib tashkillandik. Hozircha shu guruhlarimiz saqlanib qoldi. 4. ayning 27-siga namoyish uchun har kunidek safarbarlik olib beryapmiz. Mesela ben şu Gollandiyada shunchalik faxrlandim. Normalda men burundan deydim. Mesela Germaniya azaldan Uyg'ur davasının bölüşüge hem aktif. Hanım kızlarımız olsun, erkeklerimiz olsun, her zaman her vakit kolunu tutuşup her qandaq bir faaliyetini shunchalik yaxshi yapardı. Lekin Gollandiyaga men bir xil qaraydim çünkü hanımlar biraz acizdi. Bu qitimqi bir ovoz bir qadam namoyish shuni his qildimki, Gollandiyada nurg'un jasur, nurg'un aktif, ajoyib jasur, ajoyib ilg'or seviyli hanım kızlarımız var ki shunchalik faxrlandim. Ularning videolari qarab o'zimning ko'z yoshlarim to'xtamay ketdim. Demak, bizning davoyimiz tehi yine ümit barkan, ümit zo'rkan, nurg'un tehi yosh qizlarimiz, yosh qon, yosh tehi ayollarimiz, singillarimiz yetilib chiqibdi. Men dastlab kelgan vaqtimda biz hozir cho'ng bo'lyapmiz. Biz birinchi qadam musofirlik hayotini surayotgan onalar bizden keyin qarasa bizning davoyimizga ega chiqadigan xonimlarimiz qanchalik bordi deb ashuni biz tanishlarimiz, qurdoshlarimizdan davomli bir kelsak shu masala ustida suhbatlab bordik. Lekin mush bir ovoz bir qadam namoyishimizdan keyin men shunchalik faxrlandim. Bizning ovozimiz bundan keyin texmi jarangliksa, texmi yuqori chiqadi. Alloh buyursa, sog' salomat bo'lsak 27-aprelda menimcha xonim qizlarimiz Brüsselda kim erkeklerden köp sanlı egallaydı deb düşünme. Allah razı olsun. Men bir telefon geldi naq maydonga. Bu qarindishimizning so'zini anglab bo'lgandan keyin ikkinlarning oxirgi so'zlarini olaman. Undan keyin programmamizni taqaymiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Programmaga so'zingiz bo'lsa, so'zlasangiz bo'ldi. Tesiri intayin çoğun oldu. Bunu hepimiz itiraf kılınız. Ama namayış edip verilişten ilgili Uygur ayalları bir kısım tosalgılarını uçurgan oldu. Mesela şu sorunda hazır nehmeden söz kılıvatkan Amangül Hanım, Zübeyre Hanımlarının 5'ten nihayette yığır ısık soğukla öttü, nurgun deştanlığa uçurdu. Bu tosalgılarını kanda yendi ve bu tosalgılarını yengenliğin keyin qanday ta'siratli bo'ldi? Bu haqda bir ikki kalima so'zlab baqqan bo'lsa. Bo'ldi, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Aslında bugun men shuni his qilyapman, sizlarning nurg'un narsalarni anglashimiz kerak ekan. Shuna bo'lsin qisqa nim qilsak, chunki
charchadinglar, qizim hozir uxlab qolay dedi. Shuna bo'lsa men kuchab o'tirib beryotdi. Tomoshabinlarimiz buni sezidi yo sezmaydi. Bo'ladi. Ikkingining mush to'g'risidagi ta'sirotlaringni olaylik. Zubayra xonim sizdan kelsinimiz. Yani qanday bir qiyinchiliklar Albatta bu bizning da'voda har qachon chiqib bir yaxshilik bir haq ishqa bir durust qo'psin har qachon bir qarshilik bog'lanadi. Bu bizning tushunimiz Xitoydek shunday bir mentaliteti tushmaydigan bir diktatorning qo'lidagi xalq uzun yil bu diktatorlikni mustamlakada yashab har tarafdan bakmi besilib ketgan, mezilib ketgan bir xalq bo'lg'achqa biz her qachon bir ishni boshlasangiz onun ichida chuqur bir qarshiliklar, bir to'sqinlik borligini har qachon his qilamiz. Chunki Xitoyning o'yinlari jiq, har xil tarafdan besimlar jiq. Lekin bir mustamlakada uzun yil qolgan millatlarning ideyaviy ba'zi tarafdan ruhiy tangqonlik bo'lishtirimi ba'zi vaqtda normal emas shunday bo'lgani uchun bu tabiiy ishlar to'sqinlik bo'lishi. Ama bir yerdeki bir muhim narsa niyet. Bizning yani şu dava sepetliklerinin hemmisinden, şu halkının bolup mu asaslığı şu hazırki vatan içinde zulüm içinde yatkan şu veyran halkımızın uyusak her nesini bizim manda fırsat kalp koşta ündeydi. Şunun için niyet maksat bir bulurken, şeratlık bir niyetke maksat yetiş için elbette asan emas. Türkiye'de yağan yağdar gaplar, bazı to'sqinlarni qilish albatta oson kelmaydi. Bu ayollarning ustidan kelish. Biroq bizning qilgan mangan yo'limiz to'g'ri, qilgan niyatimiz durust bo'lgan ekan, bundaqlar baribir bizni yiqitolmaydi. Bizni yiqitolmaydi deb qarayman. Bence bu haqda Amangul bilan fikrlash, qolgan Amanguldan anglab boqaylik. Rahmat. Rahmat sizga Amangul xonim, sizning so'zingizni anglab boqamiz. Rahmat shu qarinishimizning bergan shu savoliga. To'g'ri, biz biroz bir qadam namoyishni safarbarlik qilib o'rnashtirgandan keyin nurg'un qarshiliklarga, agar to'qayliqlarga va nurg'un haqoratlarga uchirdik. Albatta, bizning umidimiz faqat shu bizning dushmanimiz bo'lgan Xitoyni cho'chitdi. Xitoy faqat bizning ittifoqlashimizdan, umidimizdan, qo'lni qo'l minishimizdan qo'rqadi. Boshqa hech narsadan qo'rqmaydi, chunki bizning namoyishlarimiz nurg'unlar uchiq medialarda e'lon qilindi. Xitoyning erishmoqchi bo'lgani bizni bir-birimizga qarshi param-parcha qilish. Shunda qolsa maqsadiga yetalaydi. Unday bo'lgandan keyin balkim Xitoyning sağan Xitoy g'alchiligidan keyin qotgan berayotgan o'lgunchiliklardir. Lekin biz yanlam shunchalik tashda endi qurgan biroz bir qadam shu guruhimizningki yetakchi guruh maslahat guruhimiz bor. Maslahat guruhimizda Zubayraga o'xshash, O'shanga o'xshash nurg'un ilg'or idealik do'stlarimiz bilan birga maslahatlash jarayonida to'g'ri qarshilik bo'ldi. Chunki biz qilayotgan ishimiz to'g'ri ekan, bunga qarshi kuchlar albatta chiqadi. Agar biz xato qilgan bo'lsak, balkim qarshi turganlar chiqmaydi. Biz demokratiyada yashab, shu qonunlarni biroz uyup qaptimiz. Chunki demokratiyada nurg'un o'xshamagan partiyalar bir-birisining xizmatlarini ko'z quloq bo'ldi, ham uni har zaman tanqidlab turdi. Shu tanqid ostida, raqobat ostida taraqqiy qilgan gap. Shu bir-birimizga yarvilak bo'lib, bir-birimizni raqobatlantirib, nurg'unlarni tushuncha bergan bo'ldik, keyin tushunchani bermadik. Qani biz shu amaliyotimiz orqali olib boraylik. Chunki yo'l her zaman agirtoqay bo'ldi. Yiqildik. Nurg'un odamlar aytgan ayollar ojiz keldi deb. Men shuningdek shuni his qildimki, biz ayollar ajoyib kuchsiz kelganmiz. Menga bir filosof shuna degandi, ayollar 30 yoshdan keyin ayollar tug'ilgan vaqtida uyning to'tpulini jinsh bitamiz bir ojiza dunyo. Bir erkak tug'ilsa, butun toshlar bir-birisiga urilib, bir kuch qo'shildi bu dunyoga demiş. Lekin 30 yoshdan chiqqanda ayollarning kuchi 300 ni bitamiz kuchi. Demak, tushganmiz. Ajoyib raqobat, ajoyib haqoratlarga, hatto demaklik, akademiklik qarindoshlarimizning haqoratlariga uchirdik. Lekin biz bardoshlik berdik. Lekin u jarayonda bizga chiqqan nurg'un o'g'illarimiz, erkaklarimiz qo'lni bizga sundi. Mana sizga tajalli ustoz, sizga o'xshash ustozlarimiz bizga chiqdi. Ondan keyin
biz aldığımız qarab mağduk. Doğru yolda ekanmiz. Allah yolda atmangan bu işimiz çokum ro'yqap chiqirmiz deb vatan qanjiqlayotgan millatning azobli ingrashlarini biz dunyoga anlatamiz. Ayollarning ovozi bir kelsa, janonlik chiqdi dunyoga anlatalish uchun biz ishonchimiz komil deb o'tirib chiqqandik. Oxiri 15 mart men so'zlab o'tirsammi, dunyoni zilziladan shunchalik bir tarixiy bir namoyishni o'tkazdik. Buningga hammasi guvoh. Şolaşqa endi buni yana ta'kidlab o'tirishning o'rni yo'q. Yo'l ma'g'animiz yiqildigan gap. Shundoq. O'pidigan gap, ma'g'digan gap. Biroq vatan millat uchun bosgan qadamimizni hargiz to'xtata qolmaydi. Agar hayot jinimiz, tilimizni bo'ldi ekan, oxirigacha bu yo'lda ma'miz deb bir-birimizning qo'lini tutishgan ekanmiz. Oxirigacha ma'miz deb ketyapmiz. Allah razı olsun, rahmet. Ben ançımın Zübeyre Hanım'ın sözünü kesip ettim, sizin sözünüzden kesip kaldım. Eğer hatalık boz keçirip etsanlı buludu. İnkaz yazgan kırındaşlarımızdan Allah razı olsun. Nayet yaxşı inkaslarını izlep sizlerge dua kıygan kırındaşlarım köp oldu. Ben ayrım yazgan kırındaşlarım köp oldu. Allah razı olsun bu edilerimizden, bu hemşehrilerimizden de. Ahırda alohida jiklab qo'ydigan gapinglar bo'lsa, yana bir fursat berma, yani deb qo'ydigan bizning Uyg'ur ayollarga, qarindoshlarimizga. Oxirdagi so'zinglar bo'lsa, fursat berma. Bo'lmasa qizim buni oyoqlashtirdi. Yalnız gapim bordi. Xo'sh. Dünya Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining mudir salohiyati bilan butun dunyodagi singillarga, hadilarga 15 Mart namoyishi munosabatini, rahmatini va hurmatini bildiraman. Ham shu vaqtlarda ma'lum tufaydan sepimizni qo'shlamay qolgan, ham shu namoyishlarga kelmay qolgan shu xonim qizlarimizningki yana bu qitim kelsin deysiz. yana bularga diqqat bor. 20 Mart aprildagi Bryussel namoyishiga yana kelsa ularga har zaman qo'ynimiz uchuq. Shundoq. Ularni qarshi olamiz. Kelinglar, qo'lni-qo'lga tutishaylik. Bir bo'lsin ovozimizni ko'paytiraylik. Dunyoga shu razil Xitoyningki hozirgi razil qonxo'r bostirishini azot xalqimizning azotlarini anlataylik demoqchiman. Allah razı olsun, rahmet. Zübeyre Hanım, sizin bir salamınız, ayollarga bir chaqiriqingiz bormi? Amangul nayetdi do'stim Amangul hamma narsani aytib yaxshi dedi. Mening o'xshash va Amangul bilan fikrlash bu tarafdan mening faqat birlar deb qo'yganimiz. Bu namoyishlar bizning o'sha yerdagi mavjudligimizdan Xitoyga bu namoyishlar bekor ketadigan bir harakat emas. Butun o'sha xalqimizning Sharq Turkistonliklar shuni xitob qilmay. Birsimiz topib bir tash otalsaqmi shunchalik darajada ish qilishimiz kerak. Biz cho'qim harakat qilishimiz kerak. Jim yotaversak Xitoy teximizdan beshimizga chiqadi. Demak, shu namoyishdan iborat bu bir faoliyat, shunda norozilik faoliyatlarimizni bir tarafdan bizning mavjudligimizni qutqardi, yana bir tarafdan Xitoyning assimilyatsiyasini, Xitoyning Sharq Turkistonni besishini hech qachon qabul qilmaydiganligimizni, her qachon biz bu kurashdan to'xtamaydiganligimizni ifodalaydigan bir signal, bu bir ifoda. Shuning uchun hamma qarindoshlarning hech tikillanmay shunday faoliyatlardan bosh tortmasligini, 4-oyning 27 bo'lsin va bundan keyin bo'lsin biz bizning vatanimiz ozodligicha bu faoliyatlarni davom ettirishimiz. Allah razı olsun. Ben unutib qolmay deb qo'ysam, 4-oyning 5-kuni ko'plagan davlatlarda namoyish bor. Shu namoyishlarga qatnayli inshaalloh. Gollandiyada saat 12'den 2'ye Xitoy konsulluğunda namoyish bor. Allah bizni shu maydonlarda, jang maydonlarida ko'rishishga nasib qilsin. Oxirida qizimiz nima deydi? Qizimning gapini anglab boqayli. Butun dunyodagi ayollarga, hemşirelerga ko'ngilingizda qanday bir so'zingiz bor? Buni anlagandan keyin programmamizni oyoqlashtiraylik.
Aldı bilen ben Zübeyre Adam bilen Amangül Adam köp rahmet etmem. Bizden programımız kilimizde yaxşı sözlerini kıptaygın Allah köpten köp rahmet. Allah sizlerden razı olsun. Kılgan işinler Allah köplep ecir versin. Bunun işlerinlere Allah'tan tihma oңuшлuk, tihma muvaffaqiyet tileyme. Onundan başka ayetitkim namayışka şu biz Uygur kırındaşlarımızla aktif plan katlaşıp verişini çünkü onu da ümit kılma ve ahirde şu ekran altındaki görünmelerimge bunun hemenlarınki tinlarının selamet işler olan oңuшлuk buluşunu tileyme. Hemen Allah tapşırdım. Allah kımanet. Rahmet, Allah razı olsun. Hemminglarni Allohga topshirdik. Yana bir qitimliq programmada ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.